Assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Mana bugun 14-yanvar 2026-yil. Ko'plar so'rashibdi, telefon qilishyapti, sotiladigan qo'zi bormi deb. Sotiladigan qo'zi 2 dona sotiladigan qo'zi qoldi. So'raganlar uchun. Keyin xo'sh, sizlarda ham bormi shunaqa qo'zilar? Hech aytganini qilmaydigan. Yana bir obunachimiz so'rabdi. Xo'sh, qo'zilaringizni ko'rdik. Qo'ylaringiz ham shunga yarashami? Qo'ylaringiz sifati qanday degan ma'noda komment qoldirgan ekanlar. Inshaalloh bugun qo'ylarimizni ham bir qator video qilib ko'rsatamiz. Mana qo'ylarimiz hozir qo'zilarga yem xajay berib, qo'ylarni ham ertalab bedasini berib qo'yganmiz. Endi haydab ketamiz. Mana qo'ylarimiz. Mana shu yerda bedasini beramiz. Ertalab beda yeb bo'lgandan keyin dalaga haydab ketamiz. Inshaalloh kechgacha dalada boqib qaytamiz. Maşallah deb qo'yasizlar. Niyat qilganlarga bundan ham ko'pi, bundan ham yaxshilar nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun. Oddiy bir cho'ponni shuncha qo'llab-quvvatlayapsizlar. Hammalaringizga rahmat.